Dizaynerlar mijozlarga aytmaydigan 3 ta siri bor. Agar remont qilayotgan bo'lsangiz, buni bilib qo'yishingiz yaxshi. Birinchisi, interyerning qimmat ko'rinishi bu mebeldan emas, uni fonidan boshlanadi. Odam xonaga kirganda birinchi divanning narxini emas, birinchi bu pol va devorlarni ko'radi. Shuning uchun sifatli keramogranit interyerni narxi va uni taassurotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ikkinchisi esa bugungi trend ertaga eskiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda urf bo'lgan dizaynlar 1-2 yil modada turishi mumkin, lekin keyinchalik esa eskirib qoladi. Shu sababga ko'ra, professional dizaynerlar har doim sifatli va tajribadan o'tgan mahsulotlarni tanlaydi, trendlarni ketidan qo'ylamaydi. Uchinchisi, katta formatdagi plitalar xonani qimmatroq ko'rsatadi. Sababi oddiy, choklar qanchalik kam bo'lsa, makon shunchalik yaxlit va premium ko'rinadi. Shu sababli zamonaviy loyihalarda yirik formatli keramogranitlar ko'proq ishlatilinadi. Qimmat interyerning siri esa har doim katta budjetda emas. Ko'pincha hammasi to'g'ri tanlangan materiallar va odamlar sezmaydigan detallarda bo'ladi.